O'g'li opa, bolalarimni sizda o'qiydi deb Turkiyaga olib kelyapman. Menga yordam bera olasizmi? Bunday savollar juda ham ko'p keladi. Har safar bunga javob berishga shoshilaman. Chunki bu yurt, vatan masalalari bilan bog'liq. Hatto eng yaqinlarim ham o'g'li opa, bolalarimni sizga o'qishga olib kelmoqchiman deb yozishadi. Men bularga nima deyman? Bola o'z yurtida ta'lim olgani yaxshi. Turkiyaga kelib maktab topish oson emas. Til, hujjatlar, moslashish muammosi, bularning hammasi bolalar uchun og'ir sinov. Meni maqsadim Turkiyada maktabsiz qolgan bolalarga yordam berish. Lekin ba'zilar buni boshqacha tushunib, o'z farzandlarini ham shu yerga olib kelishga harakat qilishadi. Bu esa to'g'ri emas. Bolalar o'qish kerak, lekin ular o'z yurtida yaxshi ta'lim olsa yanada yaxshi.